Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mening ismim Shohrux, familiyam Narimov. Men Abdurayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti biotexnologiya kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bugungi videomiz sizlar uchun menimcha manfaatli bo'ladi. Sabab laboratoriyamizga kelgan asosiy uskunalarni laboratoriya xonalariga to'g'ri taqsimlash, qaysi uskunadan keyin qaysi uskunalar turishi to'g'risida umumiy ma'lumot berib o'tamiz. Shaxsan bugungi birinchi videomiz laboratoriyamizga kelgan mikroskop. Ya'ni bu mikroskopimiz biologik mikroskop hisoblanadi. Videoni tagiga rasmini chiqarib qo'yaman, texnik xarakteristikasini. Ya'ni modeliga keladigan bo'lsak, N300 MD 100 degan modeli bo'yicha uni ochib, hozir uskunalarni ehtiyot qismlarini ketma-ketlikda sizlar bilan birgalikda sozlaymiz. Yuqorida aytgan mikroskopimiz, buni hozir ochib, ehtiyot tarkibiy qismlarini o'rganamiz. Ochishimiz bilan ichidan mana diqqatga o'rnatuvchilovchi eslatma chiqqan. Ikkita nimasi bor? Aynan mikroskopni o'zi uchun 5 vatli blok pitaniyani ulashimiz kerak. Yuqoridagi elektron ko'rish moslamasi uchun esa 12 vatlik quvvat manbaini ulashimiz kerak. Shu esimizdan chiqmasligi sabab noto'g'ri ulab qo'ysak, qaysidir miyani kuyishiga olib kelishi mumkin. Yetkazib beruvchi uni juda ham yaxshi ahvolda yetkazib bergan bizga. Ko'rgan bo'lsangiz mana havo to'ldirilgan paketchalari va ichida yana ikkinchi bo'lgan tushamiz. Qanday ko'rinishda ikkiga hammasi. Birinchi katta yashikchamizni ochib olamiz. İçinden başka hiç laf çıkmadı fakat yolu çıkmadı. Büyük oynasi qo'yiladigan qismimiz va pastdan yorug'lik manbaini yuqoriga o'tkazib beradigan linzamiz hamda yorug'lik manbaini ustida turuvchi okulyarimiz, oynalarimiz alohida paketlar bilan himoyalangan holda keladi. Buni oxirida olib tashlashni maslahat beraman. Sabab hozir ochib qo'ysak, qaysidir joyga mana barmog'imiz tegib, qo'limiz tegish natijasida ustini ko'rinmas darajada kir qilib qo'yishimiz mumkin. Bu bizga tasvirni aniq ko'rinishini cheklab qo'yishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, operatorimizni iltimos qilamiz bu joyini yaxshilab bizga ko'rsatib berishini. Sabab mikroskopning o'zida ham ko'rsatilgan, ya'ni model N300 MD 101 degan modeli ishlab chiqaruvchi Xitoy. Bu yerda yana quvvat manbaini ulaydigan joyiga ham yozib qo'ygan 5 vatlik quvvat manbai ulansin deb. Buni hozir keyingi videolarda ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, endi ikkinchi bo'lagini ham ochib, ichida nimalar borligini tekshirib chiqamiz. Qismiga o'rnatiladigan, ya'ni bizning bu okulyar qismimiz. Hozir bunga ham to'g'ri ketma-ketlikda o'rnatib ko'rsatib beramiz. Bu mana yuqorida aytgan mikroskopning o'ziga uchun ajratilgan quvvat manbai. Eslab qolishimiz kerak, bu 5 vatli bo'ladi. Keyin va ikkita okulyarning o'ziga o'rnatiladigan ko'rish qismimiz. Va bu tarafda bizga tasvirni, ya'ni kontrastni yaxshilash uchun ikki xil rangdagi shishalarimiz, ya'ni linzalarimiz berilgan. Va asosiysi bu hozir monitorni ulagan paytimiz monitorni
tasvirni monitorga uzatilishi uchun bu yerdagi nimani ochib yopadigan qismimiz va bu monitorning ustidan yopib qo'yadigan himoya qoplamasi. Xo'sh, endi tagi qismiga qora kulis qismini o'rnatishga boshlaymiz. Ochib olamiz. Xo'sh, endi bo'shatamiz. Yana tagida krishkasi bor, uni olib tashlash tavsiya etiladi. Buni ham tasvir ko'rmasligi mumkin. E'tibor beramiz, buni mana bu joyda ozgina doirasimon teshilgan qismi bor. Bu joyga to'g'ri tushishi kerak, aylantirsak bo'ladi. Bitta teshib ko'rib olamiz tagida. Boya ikkinchi qutumizning ichidan chiqqan bu boltchamizni bu teshikka qotiramiz. Bu qachon kerak bo'lishini keyingi jarayonda aytib o'taman. Endi ikkinchi nimamiz okulyarlarni joylashtirish. Krishkalar bor, krishkalarni olib qo'yamiz. O'rnatib bo'ldik. Endi keyingi navbat obyektivlarni o'rnatishga. Obyektivlarni ham o'rnatsak bo'ladi bemalol. Bundan oldin mana bu ustidagi paketlarni yechib olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mikroskopimiz deyarli 80-90% ishchi holatga keldi. Tasvirni bemalol o'rganib, obyektlarni kuzatishimiz mumkin. Buni xil kattalikda okulyarlar, obyektlar hamma optik qismlari joylashtirildi. Endi keyingi navbat optik ko'rgan ma'lumotimizni monitorga uzatishimiz uchun endi monitorni sozlashimiz kerak. Buni ham ketma-ketlikda qilamiz. Birinchi navbatda e'tibor beringlar. Mana yuqoridagi monitor o'rnatiladigan dastakni yechib olishimiz kerak. Sabab monitorni o'zi bilan birga aylantirib qotirganimizdan ko'ra buni o'zini olib monitorga qotirganimiz biz uchun ancha osonroq. Shuning uchun mana bu yerda 6 ta burchakli nimasi bor, shuni yechamiz. Ko'rganlaringizdek osongina olinadi. Endi buni bu joyga qotirishimiz kerak. Qotirib oldik. Endi uni shunday joyga qo'yamiz. Xo'sh, endi joyga qo'yishdan oldin qotiramiz.
Xo'sh, endi buni HDMI kabel, bunda quvvat manbaga ulaydigan stikkerlarni qilamiz. Xo'sh, birinchi navbatda buni bittasi ko'rinib tursa, bu 12 vattlik joyga ulanadi. Ya'ni yuqorida 12 vatt deb yozib qo'ygan. Buni bittasi monitorning tagidagi pastki qismga ulanadi. Endi ikkinchi HDMI kabelimiz, e'tibor berasiz, 90 graduslik qismi monitorga ulanadi. Ikkinchi qismi yuqoriga tasvir uzatadigan qismga ulaymiz. Endi bunga yana bitta nimasi qoldi, qo'shimchasi flash kart. Sabab monitorga uzatilgan tasvir ko'rinishi uchun flashga bo'lishi kerak. Flashga ham ichidan hajmi 16 talik flashga chiqar ekan. Endi ishlamni qoldirib qo'yib bilan ichidan batareykasi chiqmaydi, bunga batareyka qo'yib hozir ishlatishni ham ko'rsatamiz sizlarga. Keyingi navbat quvvat manbayi. Bu monitorning yonidan chiqqan 12 vattligi. Mana bu yerda ham yozib qo'ygan 12 vatt deb. Buni monitorga ulashimiz kerak. Endi ikkinchi quvvat manbayimiz mikroskopni o'ziga beruvchi orqa tomoniga ulanadigan quvvat manbayi. Bu 5 vattligi. Bu joyga ulanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, birinchi navbatda bizda tok manbayiga ulash ketma-ketligi bor. Birinchi o'q mikroskopimizdan chiqqan quvvat manbayi tok elektr manbayiga ulaymiz. Mana yondi. Orqasida nimasi bor? Mikroskopni ishga tushiradigan, mana ishga tushdi. Xo'sh, mikroskopimizning o'zi hozir monitorsiz 100% ish holatda turibdi. Buni qayerdan bilamiz? Hozir bizda oldindan tayyorlab qo'ygan preparatlar bor. Shu preparatimizni olamiz va o'lchashga qo'yamiz. Qo'ydik. Endi to'g'rilab olishimiz kerak. Okulyar yoki obyektivga. Bu yerda makro, mikro vintlar bor, shtativ tagida. Tasvirni okulyar tushadigan joyga olamiz. Bu 10 marta, bu 100 marta, bu 40 marta kattalashtirib ko'rsatadi. Biz hozir o'rtacha bo'lgan, ya'ni 40 marta kattalashtirib ko'rsatuvchi obyektiv yordamida tasvirni kuzatamiz. Mana buni men yaqinroqdan ko'rsatib qo'yay. Yorug'likni miqdorini nima qilib beradigan. Masalan, yorug'lik ko'p yoki kam kerak bo'lsa, shuni burash orqali yorug'likni boshqaramiz. Hozir fokusni to'g'rilab oldik. Okulyarga olib kelsangiz bo'ladi telefonni. Yaqinroq olib kelsangiz tasvir ko'rinadi. Keling. Xullas, bizda mana tasvir ko'rindi. Endi bu tasvirni monitorga uzatishimiz qanday bo'ladi? Monitorga uzatishimiz uchun endi buni tok manbayiga ulaymiz. Monitor ko'rsating. No signal deydi, yonishi bilan mikroskop kamerasi degan yozuv chiqadi.
hech qanaqa tasvir yo'q. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana tasvir yo'q. Endi nima qilamiz bu vaziyatda? Vahimaga tushish shart emas. Yuqorida boya video davomida aytgandim. Ikkinchi nima bor? Bu bittasi mikroskop okulyarni qotiradigan bo'lsa, mana bu yuqoridagi. Buni endi o'zingizga qarab tortishingiz kerak. O'zingizga qarab tortishingiz kerak. Siz birdaniga mana monitor bilan ikkalasini ko'rsatib bering. Hurmatli operator. Mana tortishimiz bilan tasvir paydo bo'lishni boshlaydi. Mana oxirigacha tortamiz. Oxirigacha. E'tibor beringlar. Mana bu bizdagi tayyor preparatimizni monitorga uzatilishi. Makro mikro vintlar yordamida mana tasvirning fokusini to'g'irlashingiz mumkin. Elektr manbai yordamida tasvir sizga ega mana yetarlicha yorug'lik kelmagan bo'lsa, shu yorug'lik manbaini ham sozlashingiz mumkin. Shu tarzda mana nimani ko'rishingiz mumkin. Tasvirni aniq holatda. Har bir qismni. Endi keyin buni afzallik tarafi mana mishka nima vazifa bajarishini ko'ramiz hozir. Mishkaning o'ng tarafini bossanglar, bizda quyidagicha oyna paydo bo'ladi. Bu oynada o'lchov birliklari, chizg'ish, doira yoki uzun bir chiziqlarni chizib saqlanib qo'ysa bo'ladi. Masalan, stroka shu joyni dumaloq qilib chizishimiz kerak. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar. Mana diametrigacha yetyapti. Va buni siz saqlanib qo'yasiz. Deylik 78 degan fayl ko'rinishida. Va OKni bosasiz. Bu flash kartaning ichiga saqlanib qo'ygan tasvir hisoblanadi. Shu bilan bemalol tasvirlarni ko'rishingiz, o'zingizga kerak obyektlarni saqlab qo'yishingiz mumkin. Endi yuqorida aytganman bu rangli shishalarimizni vazifasini hozir monitorni qarab turgan bo'lsak, mana shuni olamiz. Bu mana yoritish manbaiga, bu joyga qo'yiladi. Mana qo'yishimiz bilan monitordagi ta'sir, ya'ni kontrast o'zgardi. Buni olamiz. Mana rang o'zgarishini ko'rdinglar. Endi ikkinchi shishani ham qo'ysak bo'ladi. Birdaniga ikkalasini ham qo'ysak bo'ladi. Xohlasangiz bittadan qo'yib kuzating. Umuman farqi yo'q. Mana tasvir o'zgarish. Hozir ikkalasini birdaniga qo'yib ko'rsatamiz. O'ziga yarasha bu boshqacha tasvirlar paydo bo'ladi. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimizda qolgan uskunalarni ham ochib, ularni qanday qilib to'g'ri sozlash va to'g'ri ishlatish bo'yicha qo'limizdan kelgancha imkoniyat darajasida sizlarga ma'lumot berib boramiz. Mabodo savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, video tagida telefon nomer yoki Telegram manzil qoldirib ketamiz. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bu bizning laboratoriyamiz hozirgi kunda o'quv laboratoriyasi hisoblanadi. Kelajakda ilmiy laboratoriya, tijorat laboratoriyalarini tashkil qilishni rejalashtirib qo'yganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.